Keling domla, suhbatimizni shu ilmni fazilati va shu tolibi ilmlikka o'zini bag'ishlagan, shu ilm yo'lida yurganlarni ajr mukofotlari haqida boshlasak. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatda domla, muqaddas dinimiz islomda va Qur'oni Majidda ilmga targ'ib qilingan oyatlar shu qadarki, hatto Qur'onni boshdan oyoq o'rgangan olimlar 750 dan ortiq o'rinda ilmning fazilati, ilmga targ'ib bo'lgan oyatlarni o'rganishgan. Xususan bizning xalqimizni qon-qoniga singib ketgan Qur'onning birinchi oyati hammaga ma'lum. Ajoyib bir ilm fazilati borasidagi oyatki, Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Bugungi mufassir ulamolarimizdan Muhammad Rotib an-Nablusi ushbu oyatni tafsirda aytadilarki, Alloh taolo yaratgan Robbing nomi bilan o'qi, u insonni alaqdan yaratdi dedi. E'tibor bering. Nima uchun Alloh taolo yaratdi degan sifati bilan aytayapti? Nimaga rizq bergan Robbing demayapti? Nima uchun seni dunyoga keltirgan demayapti? Nima uchun hayot bergan demayapti? Aynan yaratdi. Va nima uchun Alloh taolo u oyatdan keyin insonni nimadan yaralishini aytdi desa, ikkita sabab bor dedilar. Birinchi sabab, Alloh taolo bu mavjudotlarni tirigi bo'lsin, ya'ni jonlisi bo'lsin, jonsiz bo'lsin, u yaratganligiga ishora. Ikkinchidan, insonni alaqdan yaratdi degandan ishora inson kashfiyotga targ'ib qilinyapti. Ya'ni nima uchun Alloh taolo insonni yaratdi deb qo'ya qolsa bo'lardi-yu. Lekin alaqdan yaratdi degani siz nimadan yaralganingizga qarang. O'rganing. Bilim Allohni tanitadi. Shu uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, bir ma'noda qanday qo'liga qarasin, barmog'iga qarasin, oyog'iga qarasin, jismiga, ko'ziga, qulog'iga qarasin, Alloh taoloni taniydi degan ma'nodagi hadislari bor. Shu uchun bu oyat faqatgina ilmga emas, balki kashfiyotlarga ham targ'ib qilingan oyat deyiladi. Yana bir oyatni misol keltiradigan bo'lsak, Alloh taolo farishtalarga yerda xalifa yaratmoqchi ekanligini aytdi. Shunda farishtalar nima dedi? Ya Robbi, yerda fisq fasod qiladigan, qon to'kadigan bir insonni sen paydo qilmoqchimisan deganda, Alloh taolo Odam alayhissalomga butun osmon, yer yuzidagi narsalarning nomini o'rgatdi. Oyatda keladi: Astag'firu billah va allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sodiqin. Odam alayhissalomga bilim berdi. Farishtalarga ro'bara qilib, qani sizlar bilsanglar aytinglar dedi. Farishtalar aytdiki: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Robbi, sen bildirgan bilimni ortig'ini biz bilmaymiz. Ya'ni tan oldi. Mufassirlar aytadiki, mana shu joyda odamni farishtalardan ustunligi ilmda bo'ldi. Demak, jamiyatdagi insonlarning boshqa insonlardan farqli jihati ilmda bo'ladi. Va yana bir qancha oyatlarda bizga targ'ib qilinadi, xususan A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar hech qachon barobar bo'lmaydi. Bugun jamiyatda har qanday yoshdagi inson bilimli bo'lsa, undan yoshi katta bo'lgan insonlar ham ehtirom qiladi. Shunday. Chunki unga ishingiz tushadi. U sizning ishingizni, muammongizni hal qilib beradi. Chunki Alloh unga ilm bergan. Alloh taolo Qur'oni Karimning yana bir oyatida Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sizlardan iymon keltirganlar va ilmlilarni Alloh darajasini baland qiladi deydi. Bu oyatni tafakkur qilar ekansiz, aslida Alloh taolo ilm bermasa, banda ilmli bo'la olmaydi. To'g'ri, biz sababiyat olamida harakat qilamiz, o'qiymiz, ustozga boramiz, shogird bo'lamiz, lekin Alloh taoloning qadarida bizga beriladigan ilm bor. Allohni qarang, sizlardan iymon keltirganlarni deyapti va ilm ahlini deyapti. Ilm ahli qilib o'zi qildi-ku. Lekin o'zi ilm ahli qilib tanlagan bo'lsa ham o'zim darajasini ko'taraman deyapti. Bu oyat ham Alloh taoloning ham mehribonligiga, ham insonni ilmga muhabbatli bo'lishligiga targ'ib bo'ladi. Qur'onni kelinchagi degan sura bor, Ar-Rahmon surasi. Shuning avvalgi 3 ta oyatiga e'tibor qaratmoqchiman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal inson. Yana mufassirlarimizdan Muhammad Rotib an-Nablusining tafsirlarida bir ajoyib nuqta kelibdi. Alloh taolo bu suraning avvalida o'zini sifatini, ismini zikr qildi, Ar-Rahmon deya. Undan keyin Qur'onni o'rgatdi dedi, undan keyin insonni yaratdi dedi. Agar biz tartibga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda tartib o'rni o'zgarib qolgan.
Nimaga desa, birinchi inson yaralish kerak, keyin unga Qur'on o'rgatish kerak. Lekin Alloh taolo nima deyapti? Qur'onni o'rgatdi, keyin insonni yaratdi. Buni men tafsir qilgan bo'lardimki deydilar. Nima uchun Alloh taolo birinchi ilmni gapirib, keyin insonni gapirdi desa, qachon inson deb ataladi? Ilmi bo'lsa. Allohu akbar. Men shunday tafsir qilaman dedilar. Qaysidir ma'noda tartib o'rni almashganda, lekin Qur'onda hamma tartib bizni hayot tartibiga to'g'ri kelavermaydi. Keling tartibga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa deganimiz taqdirda ham Alloh birinchi ilmni keyin yaratishni zikr qilishidan maqsadi inson qachon inson bo'ladi? Qachonki uni ilmi bo'lsa. deb turib Muhammad Rotib Nabulusi tafsir qiladilar. Endi hadisda ilmga nima ta'rif qilingan desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar. Ya'ni musulmon erkakka va musulmon ayolga ilm talab qilish farz dedilar. Xo'p, qachongacha? Qavlda aytiladiki, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ya'ni ilmni beshikdan to qabrgacha izla. Bizning dinimiz hech qachon ilmni chegarasini hududlamagan. Ya'ni falon yoshgacha ilm o'rgan bo'ldi demagan. O'lgunimizcha. Shuning uchun ba'zi mufassirlar aytadiki, jannatda ham insonni bir narsadan qiziqish to'xtamaydi. U ham bo'lsa ilm deyilgan. Dunyoda ham inson zerikmaydigan narsa bilim, qiyomatda jannatdagi ham Alloh taolo qanday yaratgansan, nimaga yaratgansan deb so'rar ekan. Alloh taolo unga ko'rsatib berar ekan. Ana shu ma'noda bizning dinimizda 70 ga kirsak ham ilm, 80 ga kirsak ham ilm, to qabrgacha ilm bo'ladi. Arablarning bir maqoli bor: "Man qala ana alimun fa huwa jahil." Kimda kim bir ilmni o'rganib, men olim bo'ldimsa, u johil ekan. Chunki ilmni oxiriga yetib bo'lmaydi. Muso alayhissalom bilan Hizr alayhissalomning o'rtasidagi voqea, ilm borasidagi. O'sha kemaga kelib bir qush kelib bir tomchi suv ichdi, ha, dengizda. Hizr alayhissalom aytdilarki, bandani ilmi dengizdagi qushni bitta tomchisini ichgani kabidir. Qolgani Allohning ilmi. Ya'ni shu qadar ilm bor. Sen bilgan narsa bir tomchi deb tarbiyalaganlar. Shuning uchun qancha ilm bo'lmasin, biz ilmga to'ymaymiz va o'zimizni bu sohada olim deyishlikka hijolat bo'lamiz. Siz biz ilmga muhabbat qo'ysak, bu dunyoda ham maqomimiz baland bo'ladi, manfaatli inson bo'lamiz va oxiratdagisini inshaalloh Alloh taolo u darajalarni payg'ambar alayhissalomning huzurlarida jannatda ko'rishligimiz bo'ladi. Inshaalloh.